Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Qizlar charchamayapsizlarmi? Qizlar, bahorlarni ham boshlab oldik. Mana bugun 8-mart. Hamma xotin-qizlarimizni 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har yili shu birga gaplashish, birga ko'rishish, suhbatlashish nasib qilsin hammamizga. Hammamizga Allohim sog'lik bersin, salomatlik bersin, uzoq umr bersin. Hammani o'ylagan niyatlariga yetkazsin Allohim. Qizlar, men Ariflame haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Bugun 8-martdan boshlab mana yangi katalogimiz bugundan mana ish kuchga kiradi, ishga tushadi. 8-martdan to 28-martgacha 21 kun davomida sizlar bilan birga gaplashib, suhbatlashib, Ariflame kosmetikalari haqida bilmaganinglarni o'rgatib, novinka mahsulotlar haqida gaplashamiz qizlar sizlar bilan. Kim nima kerak bo'lsa, mana Ariflame katalogimizda o'zimni shaxsiy Telegram kanalim bor qizlar. Kim o'tmoqchi bo'lsa, o'tsa, zakaz qilsa, zakazlarini urib beraman. Kimga kerak bo'lsa. Demak, qizlar mana Ariflame katalogimizda sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Bu yerda yengilliklar juda ko'p bo'lgan. Qizlar, yengilliklarni ko'rsataman. Asosiy urg'uni bu safar katalogimizda yuzga uxotlarga berilgan. Atirlarga, duxiylarga, shu parfyumga nisbatan yuz uxotlarimiz juda ko'proq nima qilingan, urg'u berilgan qizlarjonlar bunda. Mana bu ham novinka mahsulotimiz. Xudo xolasa mana shu novinka mahsulotlarni hammasini o'zimda sinab, keyin sizlarga sinovdan o'tkazib etishim mumkin bo'ladi qizlar. Mana ko'ryapsizlarmi, nima qarishga qarshi zardob deb yozilgan. Даже o'zbek tilida ham bir xil rus tilini bilmaydigan insonlarimiz bo'ladi. Shularga o'zbek tilida mana tarjima qilingan qizlarjonlar. Ko'rishinglar mumkin. Uxotlarimizdan qaranglar, nechta 3 ta shag deyilgan, 3 qadamda amalga oshiriladi deyilgan qizlar. Mana kunduzga va kechqurunga hammasini qadamma-qadam ko'rsatib bergan. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar qizlar. Mana keyingisi ko'rishinglar mumkin qizlar. Mana bu ham shu optimalski ko'z atrofiga, ajinlarga qarshi qizlar. Mana sizlarga qanchalik yetkazib bera olmayman bilmadim, lekin qo'ldan kelgancha mana qanaqa surishigacha, qanaqa miqdorda olishgacha mana dona-dona qilib ko'rsatib qo'ygan qizlar. Bu shvedskiy mahsulotlar hammasi. Mahsulotlariga gap yo'q qizlar. Mana novinka ochkilarimiz chiqqan. Ko'ryapsizlar, murskoy ochkilar, mana bu jenskiy ochkilar. Narxlarigacha mana yozilgan. Kanalimga o'tsanglar, mana shu katalogni PDF-ini tashab qo'yaman qizlar. Bemalol o'shandan ko'rsanglar bo'ladi. Kimga nima kerak bo'lsa, mana shu zakazlarimiz rosa ko'p tushadi qizlar. Doim mijozlarimiz shundan olishadi. Keyin bitta olganda anchaga yetadi qizlar. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilasizlar. Rosa o'zim ham ishlataman. Rosa zo'r narsa bular. Olgan odam achinmaydi mana qizlar. Yo'llarimizga tushlar kelgan mana 5 tasi birda. Ko'ryapsizlarmi qizlar? Bu ham novinka, mana birinchi marta chiqyapti. Hamma novinka mahsulotlarni novinka qilib chiqaradi. Ya'ni birinchi marta chiqarayotgani uchun, ishlatib ko'rish uchun yengillik deb ishlatiladi. Mana shu kremlarimiz, bo'cha kremlari, shunaqa zo'r, asalli. Buni sovunlaridan ham hammasidan sotganman qizlar. Rosa zo'r narsa bular. Kim agar qizlar ishlamoqchi bo'lsa, lichkamga o'tsa, Telegram kanalimdan lichkamga o'tsa, qizlar ishlashni o'rgataman, daromadga chiqishni o'rgataman. Uyda o'tirib, ham bola boqib turib, ham osh-ovqat qilib turib, hammasini qilsanglar bo'ladi qizlar. Ishim yo'q, men ishni qila olmayman, pul topa olmayman degan narsa bo'lmaydi. Odam harakat qilsa hamma narsaga erishadi. Ko'ryapsizlarmi, birma-bir ko'rsata olmaslik. Bu navej mahsulotlarimiz. Navej mahsulotlarimizda kapsulachalari bo'ladi. Yuzdagi ajinlarga, qarishga qarshi. Ichida vitamin E si bor, hamma narsasi bor ichida. Yuz uchun mana ko'ryapsizlarmi, ko'rsatib ham qo'ygan. Ochib turib, qo'lga tomchilatib turib, yuzga suritiladi. Yuz uxotlarimizga kiradi bular. Bizning sevimli Jardani Gold'imizni rumyanalari qizlar, rumyanasi shotkalari bilan chiqqan bu safar. Sotib olsanglar bo'ladi. Mana har xil ranglari belgilangan. O'zingizlarning nimalarga qarab, vkusingizga qarab olsanglar bo'ladi qizlar. Hamma narsasi bor, ko'ryapsizlarmi? Bu safar mana atirlarimiz zo'r chiqqan, arzon narxda chiqqan. 900 mingdan oshiq bo'lardi. Bu katalogimizda bahor bo'lgani uchun qarang, bitta shu nimada Ariflame katalogida, boshqa kataloglarda bunaqa hid oladigan joyi yo'q. Qo'li bilan surkalsa hidi chiqadi. Bemalol o'zingizlar qo'li bilan ishqalab turib, hidini hidlasanglar bo'ladi. Katalogim qani yetkazib bera olganimda sizlarga yetkazib bera olardim. Hidini ko'rardinglar, lekin juda zo'r hidlari. Odam mazza qilib ishlatadi. Velosipedni qizlar, velosipedning nimalari? 4 talik vitaminlari. Bitta ichganda 4 ta ichiladi.
foydasi rosa zo'r. Ichida omegasi bor, ko'ryapsizlarmi? Temir moddasi borli dorilarimiz bor. Ikkiga mana bu dorimiz mumiyoli dorimiz. Hamma narsasi bor ichida. Narxlarni ko'ryapsizlar. Kimlardir qimmat deyishi mumkin, lekin narxiga yarasha effekti ham xuddi shu nimani beradi. Narxi qimmat bo'lgani bilan effekti zo'r. Kremlarimiz. Mana qizlar. Jordani Goldni bahoriy atri desa ham bo'ladi. Jordani Goldimiz white atri bo'ladi qizlar. Bu juda ham hidi zo'r, maftunkor, sepgan odam, olgan odam adashmaydi. Rosalik hidi zo'r qizlar. Mana bu safar 479.900. 480 ming ham bo'ladi qizlar, olsanglar bo'ladi. Faqat bijutiyalari chiqadi qizlar, quloqga taqadigan. Ko'ryapsizlarmi, narxlar bilan ko'rsatyapman sizlarga. Bu novinka mahsulotimiz. O'tgan safargi katalogimizda uni prezentatsiyasi bo'lgan qizlar. Shaftolini hidi shunaqa zo'r kelib turadi. Endi sizlarga ta'riflab bera olmayman. Rosa shaftolini hidi bilan birladi. Sepganda ham gul, ham shaftolini hidi. Bahorda sepishli atir. Narxlarini ko'ryapsizlar qizlar, ko'rsatib o'tib ketyapman sizlarga. Mana shu atirdan rosa ko'p sotdim. Hidi rostdan ham zo'r. Men sizlarga hozir katalog ko'rsatib bo'lgandan keyin qizlar, sizlarga o'zimni faylimni ko'rsataman. Fayl qilganman. Har bitta atirga harakat qilyapman probnik olishga. Sizlar uchun hammasi hidlab, mijozlar uchun hidlab ko'rib, keyin agar yoqsa, o'zingizga zakaz qilsanglar bo'ladi. Mana qizlar. Hammasini uzoq ko'rsatib o'tirmayman, ko'rsatib ketaman. Bu atirimizni vashi hidi zo'r. Gap yo'q hidiga. Mana bitta atirlarni ko'rsatib o'tib ketaman qizlar. Tak, mana. Bu ham rosa zo'r, yoqadi. Bizda ko'p atirlarimizda qizlar Divayan, hamma yaxshi ko'rgan Divayan atirimiz qizlar. Agar bu katta atiringizga pulingizlar yetmaydigan bo'lsa, mana kichkina 8 ml atirni ham chiqargan. Atiga 109 ming, 110 mingga olib, даже nimaga solib, sumkachilikga solib yursanglar ham bo'ladi. Ozgina olsanglar ham bo'ladi. Mana komplekt chiqqan qizlar. Xohlasanglar alohida, xohlasanglar bitta nabor qilib olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Va shu gap yo'q, zo'r narsa bu. Mana bu tushimiz ham rosa biglash tushi, вообще zo'r. Love Potion bu atri ham rosa hidi zo'r, yoqadi. Polni komplekt chiqqan, nabor qilib olsanglar bo'ladi. Qizlar mana yozib qo'yibdi. Naborda olsanglar bu narxda olasizlar deb yozib qo'yibdi. Alohida olsanglar deb aytdi. Mana alohida narxlarni yozib qo'ygan. Kimnidir naborga kuchi yetadi, kimnidir alohida olishga kuchi yetadi. Shunga qarab turib qizlar o'zingizlar zakazinglarni bersanglar bo'ladi. Mana bitta kremi bilan, bu yerda ham Love Potion atirimiz, lekin rosa bunisini hidi vashi zo'r. Bemalol olib, ishlatib, keyin o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Men bu atirdan ham, Joyce atiridan ham, mana shunisidan aynan rosa ko'p sotdim qizlar jonlar. Shunaqa hidi zo'r. Bu safar aytdim, skidkada chiqdi, 120 ming chiqdi. Kerak bo'lsa qizlar zakaz qilaverasizlar. Zo'r atir. Hali ham qo'limda bor shu atirdan. Kimga kerak bo'lsa, men 160 ming chiqqan narxda, mana 160 ming chiqqan narxini ko'ringlar. Men 8-martga sovg'aga chiqqan paytda, skidkaga chiqqan paytda 120 mingdan oldim. Bu narxda emas, qo'limda bor, 120 ming so'mdan beraman qizlar, aloqaga chiqinglar. Hali sotib yormadim bu atirni. Rossalik hidi zo'r. Demak, Eklatga keldik. Eklat atirimizda, mana bochkamizda ko'ryapsizlar, bochka kremimizda tana uchun. Hidi shunaqa zo'r. Hidini bemalol sursanglar atirdek kelib turadi bu bochkani nimasi ham, kremi ham. Mana bu atirimiz trend bo'lgan atirimiz. Buni qorasi bor, pushtisi bor. Bu ham rosa zo'r. Narxlari bilan mana sizlarga ko'rsatyapman qizlar. Postes atirimiz vashi hidiga gap yo'q buni ham. Shunaqa zo'r, mana ko'ryapsizlarmi? 8 ml ham chiqqan qizlar. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Mana bu katta idishligisi. Kimlardir qimmat deyishi mumkin, lekin qizlar narxiga yarasha hidi ham bor. Men shu atirni shunaqa maqtayman, chunki o'zim ham xo'jayinimga olib, hozir mana sifatida ishlatyapman. Va 3 kun, 4 kun hidi shunaqa kelib turadi. Badanni o'zidan ham keladi, kiyimdan ham keladi qizlar jonlar. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi qizlar. Bu zo'r atir. Bemalol turmush o'rtog'ingizga yoki sarpaga yoki bo'lmasam kundalik ishlatish uchun shunaqa zo'r atir. Va narxiga arziydi qizlar. Ishlatib ko'rganlar o'zi kelib rahmat deb ketadi. Mishdardani atiri mana qizlar chiqqan, ko'rayotgan bo'lsanglar, narxlari bilan. Mana bu yerda hammasida hidi bilan chiqqan. Ko'p atirlarimiz hid chiqibdi qizlar. Kimga kerak bo'lsa hidlab ko'rib olsanglar bo'ladi.
Mana bitta ko'rsatib o'tib ketaman qizlar. Mana bu ham murskoy atirlarimiz. Jordaniya men atirlarimiz. Bu yoqda nabor atirlarimiz. Qizlar mana shu atirdan o'tgan safar zakaz qildim. Mana hozir narxini ko'rishingiz mumkin. 329 ming. 329 ming. Ammo buni bemalol sizlarga 300 mingga, 250 mingga ham sotaman. O'zimni qo'limda bor. O'tgan safar skidka chiqqanda oldim qizlar. Bu narxga emas, lekin hidi rosa zo'r. Juda zo'r yoqadi. Mana bu atirimiz ham, bu atirimiz undan ham zo'r. Nimaga desanglar, oldin bizada sport Eclat sport men chiqardi qizlar, bilsanglar. Xuddi o'shani mana shu ko'rinishda chiqarishgan. Ko'p mijozlarimiz Eclat so'rashyapti. Eclat yo'q bo'lib ketdi, lekin hidini mana shunda qoldirishgan. Xuddi mana shu atirimiz Eclat hidi qolgan qizlar. Bu yog'iga mana dezodorantlarimiz chiqqan. Bu yog'iga bahor oylari, rosa mana shu murskoy dezodorantlarimiz zo'r ketadi. Men dezodorantdan ham sharqiy dezodorantdan sotdim. Bu ham yaxshi. Ayollarga bu mana. Ayollarga ham. Osiylar bo'ladi mana. Erkak bo'lib murskoy ekan hammasi. Mister Jordaniya murskoy bular hammasi murskoy ekan qizlar. Murskoy naborli ekan hammasi. Mana murskoy atirlarimiz bu ham. Qizlar nima kerak bo'lsa mana Telegram kanalimga o'tsanglar, bemalol sizlarga kerak narsani zakaz qilib beraman. Qizlar mana bochka atirlarimiz orqasida ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Skidkada chiqqan mana 109.900, 110 ming deylik. Qaranglar qancha ichida pop buni. Bemalol 250 ming ichida. Bemalol xohlagancha ishlatsanglar bo'ladi qizlar. Ko'ryapsizlar, bu safar arzonga chiqqan. Zakaz bersanglar bemalol olsanglar bo'ladi qizlar. Sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Lekin bu safar katalogimizda zo'r narsalar chiqqan. Mana pomadalari, kimga kerak bo'lsa. Bir qizlar sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Taqinchoqlari. Asosiy narsalar Telegram kanalimda bo'ladi qizlar. O'tibsanglar 12 ta viloyatga bemalol dostavka qilib beraman qizlar. BTS, YMO pochtalaridan sizlarga dostavka qilib bera olaman. Bemalol nima yoqsa, shu yoqqan narsani mana zakaz qilib bersanglar, zakazga qarab, zakazlarga to'g'rilab beraman qizlar. Mana Eclat atirimizni qo'yinglar qizlar. Mana bu safar qaranglar qanaqa hidi bilan, ifori bilan, mana narxi bilan. Mana bularimiz ham zo'r chiqqan. Diladushlarimiz. Bu mana katta idishda, bunisi 500 lik bo'lishi kerak qizlar, bunisi. 500 lik. Mana bularimiz 250 ligi. Bu safar bularga ham zo'r urg'u bergan. Mana bundan ham rosa sotdim qizlar. Detskiy bola, yosh bolasi borlarga, allergiyasi borlarga shunaqani mahsulotni, detskiy suvini, diladush ham boshiga ham tanasiga ishlatsanglar bo'ladi. Allergiya bermaydi. Allergiyasi borlar ham zakaz qilib olishdi. Haqiqatda yaxshi narsa ekan deyishdi. Allergiya bermas ekan. Qulpini deysizmi, boshqacha meva deysizmi, lekin allergiya bermasa, gipoallergenli mahsulotlar ekan, arflem narsalari. Ko'pchilik olishdi mana shundan. Sovunlarimiz zo'r chiqdi. Mana bu ikkala sovunni rosa sotdim qizlar. Shunaqa mana bu safar 25.900, 26 ming desak ham shunaqa zo'r ketar ekan. Hidi zo'r mana shu ikkala sovun. Ayniqsa malinaligi, mana hidi shunaqa zo'r. Vanniyada освежитель bo'lib turadi qizlar, olsanglarchi, vashshe zo'r. Tugamaydi keyin shunaqa qattiq sovunlar. Mana qizlar, kremlarimiz, qo'l kremlarimiz, mana ko'rasizlar, maskachalar chiqqan. Yuzga maskachalar bular hammasi одноразовый, boshga maskalar bor. Mana bular hammasi boshga, lekin yuziga ham bor qizlar. Yuzikidan ham o'zimiz ishlatdik. Oilam uchun ham yuzikidan ham oldim. Bu yog'i mana qizlar sochlarga urib ko'rsanglar bo'ladi. Mana shampundan sochim to'kilayotganda o'zimga olib ishlatyapman. Rosa zo'r, soch to'kilishi rosa qoladi qizlar, olsanglar bo'ladi. Men ishlatyapman. Bundan keyin qazoqqa qarshi ishlatib ko'rmoqchiman. Hammasidan bitta urg'u berib ishlatib ko'raman. Keyin sizlarga tavsiya qilaman qizlar. Birinchi o'zimda ishlataman, keyin sizlarga tavsiya qilaman. Mana soch ufotlarimiz bular. Hamma narsasi bor. Mana boya aytganim asallikni shampuni ekan. Milk Honeyni asalli shampuni qizlar. Mana boya aytgan sovunim Milk Honeyni ko'rasizlar, asalli ham hidi kelib turadi. 50% bu safar mana skidkada chiqqan. Bu katalogga to'g'risini aytaman qizlar, sizlar bilan birga ochib, mana sizlar bilan ko'ryapman hozir. Kelganidan beri hali unaqa ochib, qarab, sizlar bilan gaplashib, mana suhbatlashib, birga sizlar bilan ko'ryapman. Mana bularimiz tana uchun, qo'llar uchun geldilar nimalarimiz, milalarimiz. Jidqiy mila deydi mana shunaqa qizlar. Mana men
nimalari, zumrad pastalari вообще zo'r qizlar. O'zim uchun ham olib ishlatib ko'rdim. Tishligi shunaqa zo'r. Kimlardir issiq sovuq bo'ladi tishlari. Kimlardir qoniydi milklari, o'shalarga rosa foyda. Baribir ham magazindan olamiz-ku. Kim ishlamoqchi bo'lsa, o'zi uchun a'zo bo'lsa ham 15% chegirmada olsa bo'ladi. Mana qizlar.